Saturn atrofida kichik bir quyosh tizimi aylanmoqda va bu siz o'ylagandan ham haqiqatga yaqin. Uzoqdan faqat halqalar ko'rinadi, jim va sokin ko'rinadi, ammo uning atrofi umuman bunday emas, chunki uning atrofida butun boshli olamlar bor. Muzli olamlar, toshli olamlar, hatto yomg'ir yog'adigan olamlar ham bor. Keyin olimlar hayratlanarli bir narsani aniqlashdi. Saturnning 100 dan ortiq yo'ldoshi bor va ularning har biri mutlaqo boshqacha. Titan ularning eng kattasi. U qalin atmosferaga ega. Unda daryolar va ko'llar mavjud, ammo ular suvdan iborat emas. Ular suyuq metan bilan to'la. Keyin enselad paydo bo'ladi. Bu juda kichik ko'rinadi, ammo koinotga suv otilib chiqadi. Ichkarida chuqur okean yashiringan bo'lishi mumkin. Ba'zi olimlar bunga umid bilan qarashmoqda. Balki hayot yerdan tashqarida aynan shu yerda yashiringandir. Yana ham qiziq tomoni bor. Agar Titan sayyora bo'lganida, u Merkuriydan ham kattaroq bo'lardi. Va bularning barchasi bitta sayyora atrofida aylanmoqda. Ehtimol Saturnning asl siri halqalarda emas, balki uning atrofidagi olamlarda yashiringandir.